Qur'on ilmidan dars olayotgan o'quvchi hayz ko'rgan bo'lsa, Qur'onni ushlamasdan ustoziga o'qib bersa bo'ladimi? Yoki Ramazon oyida ayol kishida hayz holati kuzatilsa, u ro'za tutmaydi, namoz o'qimaydi va Qur'on tilovat qilmaydi. Lekin Shofiy mazhabida Ramazon shafoatidan noumid bo'lmasdan Qur'on xatmida davom ettirsa bo'ladi deb aytishibdi. Va guruhdagi hayzli ayollar ham xatmda ishtirok etishmoqda. Bu mumkinmi? Qilayotgan xatmimiz qabul bo'ladimi? Bizning mazhabimiz Hanafiy mazhabi debdilar. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah va salatu vassalamu ala sayyidina Rasulillah. Albatta bizning mazhabimizda mana Hanafiymiz debdilar o'zlari. Albatta bir mazhabga ergashgandan keyin to'liq hukmini olib ergashish kerak bo'ladi. Bir ma'lum sabablar bo'lib qolib turib, zarurat bir holatlarda fatvo berilmasa, har kim undan bundan olib ketishligi joiz emas bu. Ushbu holatda ham hoiza ayollar, uzrli ayollar tilovat qilishlari mumkin emas bizning mazhabimizda. Hatto u Shofiylarda ham mumkin emas o'zi. Hanbaliylarda ham mumkin emas aslida hoiza ayollarda tilovat qiroat qilishligi. Ta'lim olayotgan bo'lsa ham, Ramazon ro'zasi bo'layotgan bo'lsa ham, albatta ular ushbu kunlarda tilovat qilmasliklari kerak bo'ladi. Chunki bizning ulamolarimizga ko'ra mana hoizalik yoki mana g'usl vojib bo'lib qoladi, erkak kishilarda ham bo'ladi. Ularga ham tilovat qilish mumkin emas. Mana og'izni va burunni yuvish farz deymizmi g'uslda? Modomiki g'usl qilib og'iz burunni yuvmaguncha misol, u pok hisoblanmaydi. Hoiza ham o'sha uzri tugagandan keyin, tugab g'usl qilibgandan keyin ana og'zaki tilovatni boshlash mumkin bo'ladi-da. Shuning uchun bu holatlarda mana Ramazondan bebahra qolmaylik deyaptilar yoki ta'lim deyaptilar. Boshqa shu kunlar kelganda bu Alloh taoloni bu ayol bandalariga bergan bir sinovi bu. Sinovi bu. Shu mubtalolik bu. Alloh taoloni hukmi bu. Banda sifatida buni qabul qilish kerak va hukmlariga rozi bo'lish kerak va ana shu hukmlarga ko'ra amal qilishlik kerak. U savob, gunohni, fazilatni bu shariat belgilaydi. Shariat sizga o'sha kuni mumkin emas deydimi? Mumkin emas. Endi siqsangiz fazilatga aylanib qolmaydi o'zingizni hayolingiz bilan. Shuning uchun ushbu holatda tilovat qilinmaydi, balki boshqa zikrlarni, boshqa tasbihlarni, boshqa ilmlarni o'rganib, ilmini oshirib turadi. Masalan, Qur'on o'rganayotganimda deyapti. Qur'on o'rganayotganda bo'lsa, o'sha kunlari tilovat qilmasdan boshqa tajvid qoidalarini, boshqa ilmlarni o'rganib tursa, o'zi to'ldirib ketaveradi. Bu va to'g'ri bo'ladi. Bo'lmasa tilovat qilganing uchun gunohkor bo'lib qoladi. Allohu a'lam.